Keraksiz bo'lib qolish dahshati. Jahon adabiyotining eng mashhur va chuqur ma'noli asarlaridan biri Frans Kafkaning Evrilish asaridir. Frans Kafka Pragada tug'ilgan, nemis tilida ijod qilgan. U o'z asarlarida inson ruhi, jamiyatdagi begonalashish va ma'naviy bog'liqlik kabi mavhum mavzularni chuqur tadqiq etgan. Uning Evrilish hikoyasi 1915-yilda nashr etilgan va o'sha paytda ham, bugun ham odamni titratuvchi falsafiy kuchga ega. Evrilish hikoyasining bosh qahramoni Grigor Zamza. U kundalik mehnat bilan oilasini boqadigan inson. Bir kuni u ulkan hasharotga aylangan holda uyg'onadi. Umurtqali, shoxli, gapira olmaydigan va qiynalib yuradigan jonzotga. Frans Kafka bunga izoh berib o'tirmagan albatta. Anglash uchun o'quvchining o'zi ter to'ksin degan. Moddiy jihatdan evrilgan Grigorning qalbi hamon inson edi. Biroq uning ko'rinishi nafaqat jamiyatda, balki eng yaqinlari, oilasida ham nafrat va rad etish hissini uyg'otdi. Grigor avval oilasining suyanchig'i edi. Qarzlarini u to'lar, ro'zg'or uchun mehnat qilar. Bunday olib qaraganda risoladagidek oila a'zosi. Bir kunda u yaqinlari uchun muammoga aylanadi. Oila a'zolari avval undan qo'rqadi, yuz o'giradi, bora-bora uning yo'q bo'lishini istay boshlashadi. Eng alamlisi, hasharotga aylangan yigit xorlikda vafot etadi va bu voqeadan so'ng uning oilasi yengil tortadi. O'sha kuni ular dam olish uchun shaharga chiqishadi. Hatto kelajak rejalari haqida xursand holda suhbatlashishadi. Hasharotga aylangan insonning o'limi hech kimni qayg'uga solmaydi. Kafka aynan shu orqali o'quvchiga savollar qo'yadi. Inson hayoti va qadri uning qanchalik foyda keltirishi bilan o'lchanadimi? Oilada shartlarsiz, talablarsiz mehr-muhabbat bo'lmaydimi? Kafka so'z bilan baqirmaydi. U shivirlaydi. Lekin shu shivir qalbimizda to'fon uyg'otadi. Evrilish aynan shunday asar. Shuning uchun ham bu hikoya hali ko'p o'qiladi, anglanadi va og'riq beradi. Kerak. In the morning, when all the doors were closed, everyone wanted to come in. And now that he himself had opened the door,